Shu yerda xonadon arzon ekan. Mana shu olib ketavera qolaman. Men bunaqa arzon ekan bu yoqda uylar. Tekshirib ko'rishim kerak. Qurilish ham hali boshlanmagan ekan. Mayli, ovurichi, allab ketmas, hujjat bor deyapti-yu. Qurilish qaysi bosqichdaligini bilaman-da, undan keyingina xarid qilaman. Markazdan chetroq ekan-da. Lekin buni olib qarasa, lokatsiyasi nimasi muhim? Narx arzon bo'lsa bo'ldi-da. Uyga joylashuv va qulayliklardan kelib chiqib, keyin xarid qilaman-da. Hujjatlarni keyin ko'raman. Hamma o'tdi-yu. Men ham shu yoqdan olaveraman-da. Oldin hujjatlari bilan puxta tanishib chiqaman, undan keyin xarid qilishni o'ylab ko'rsa bo'ladi. Agarda sizga ham hujjatlari joy-joyida, sifati yuqori darajada hamda Samarqandning qoq markazidan xonadon kerak bo'ladigan bo'lsa, tanlovingiz Gagarin Avenue bo'lsin. Qurilishimizning 70% qismi allaqachon yakunlangan. Xonadonlarimizda 80% qismi sotilgan. Eng muhimi hujjatlar va xarid jarayonlari rasmiy asosda amalga oshiriladi. Xonadonlarimizda boshlang'ich 200 million so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Qolganini bo'ladigan bo'lsa, 30 oy ichida foizsiz bo'lib to'lash imkoniga ega bo'lasiz. Xonadonlarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun bo'lsa, direct orqali plus belgisini qoldiring.